Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan Grand Mobile o'yinidan yangi Summer Rush event qo'shilibdi. Hozir bu eventda nimalar borligini sizlarga ko'rsataman. Buni oldin kanalga like va obuna bosib qo'yinglar. Qani bo'lmasa biz boshladik. Birinchi bosqich qumli hududlarda poyga o'ynab event mukofotlarini olishingiz mumkin. Keyin ikkinchi bosqichga o'tib, ikkinchi bosqichi hozircha qulflangan. Ikkinchi bosqich 5 kundan keyin ochiladi. Mana bu yerda esa siz Summer Rush eventida barcha mukofotlarni ko'rishingiz mumkin. Sezon pass levelingizni oshirganingiz sari yangi mukofotlar ochilib boradi do'stlar. Bepul mukofotlar ham bor do'stlar. Va do'stlar, premium pasta esa qo'shimcha sovg'alar bor do'stlar. Va qolgan sovg'alarni sekin o'tkazaveraman. Siz esa to'xtatib sovg'alarni ko'rib olishlaringiz mumkin. Endi esa do'stlar, questlar bo'limiga o'tamiz. Bu bo'limda har kuni va har hafta yangi topshiriqlar beriladi do'stlar. Ularni bajarsak, sezon pass uchun EXP olamiz va levelimiz oshadi do'stlar. Endi esa turnir bo'limiga o'tamiz. Bu yerda esa do'stlar boshqa o'yinchilar bilan poygalarda qatnashamiz. Va g'alaba qozonib do'stlar yaxshi natijalar ko'rsatamiz. Yaxshi natijalar ko'rsatganimiz sari reytingimiz va mukofotlar oshib boradi do'stlar. Endi esa do'stlar event do'koniga o'tamiz. Bu yerda sezon pass event keyslari va tezroq rivojlanishga yordam beradigan boosterlar bor. Ya'ni barcha kerakli narsalarni shu yerdan sotib olamiz. Mana keyslarni ko'rishingiz mumkin. Mashinalar, skinlar, pullar bor. 250 taga ochilar ekan. Va boosterlarga o'tamiz. Mana darajamiz oshadi. Mashinadan ham sotib olsak bo'ladi. Xullas, Summer Rush eventining imkoniyatlari mana shular. Menimcha do'stlar, event juda qiziqarli chiqqan. Sizlarga qaysi bo'lim yoqdi? Albatta kommentariyada yozib ketinglar. Bir marta poyga o'ynasam hech kim qarshilik qilmasa kerak. Buni ham oxirigacha ko'ringlar. Qiziq bo'lsa kerak, poygasi ham birinchi marta o'ynab ko'ryapman. Endi nechinchi o'rinni olishimni bilmadim-ku. Lekin qiziqishib o'ynab ko'ramiz. Keyinchalik albatta sekin-sekin o'rganib olamiz. Va mana tabriklaymiz, siz 10 o'rinni egalladingiz deyapti. Albatta bu birinchisiga yaxshi, keyinchalik albatta o'rganib olamiz. Va nihoyat videomiz tugatish ham vaqti keldi. Hammaga xayr, sog'